Assalomu alaykum qadrli obunachilar, akalar, ukalar, qurmoqchi bo'lgan akalarimiz. Xudo xolasa mana Ahmadboy obyektimizda hop karkaslarni, podushkamizga karkaslarni to'qib oldik. Xudo xolasa mana betonimiz ham keldi. Hozir shu podushkamizga общий 80 kuba beton ketyapti. Shuni hozir olish jarayoni boshlanadi. Xudo xolasa karkaslarimiz tayyor, joyimiz tayyor. Xudo xolasa akalar, mana xudo xolasa podushkalarimizni 12 kg materialdan to'qib oldik. Yana 8 talik qilib, mana 8 talik tashlab olganmiz. Kolonnalarimizni 6 talik qilib 16 kg materialdan tashlab oldik. Bu katyoldo'rniga stashga quymaymiz. Mana chiroyli qilib, xudo xolasa baquvvat qilib taylarni ko'tarib podushkamizni materiallarni shunaqa qilib olganmiz. Mana yerda mana xudo xolasa ponni stashkamizni ham birdaniga kuyib yuboryapmiz. Ya'ni stashkamizni ham shunaqa qilib podushkalar ichiga armatura qilib tortib qo'yganmiz, baquvvat bo'lish uchun. Uyimizni ham mustahkamroq xushaydi. Ponni 12 kg. Betonimizning markasi 200 marka beton olyapmiz. Bugun hisobda mana shu yerga hozir 80 kuba betonimiz ketyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa shunday xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon raqamimiz 97lik kodi bilan 555 66 91 raqamiga telefon qilsalar, xudo xolasa o'zimizga bog'lanasizlar. Chiroyli qilib, xudo xolasa sizlarga ham shunaqa mustahkam qilib uylarni qurib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim salomat bo'ling.